Assalomu alaykum. Aka-ukalar, xudo xolasa mana Jizzax viloyatidagi Fayzli xonadonimizga ham bugun yakunlash ishlari. Bu holatda xudo xolasa vodiydan kelib bo'lsa ham chiroyli qilib berdik. Uyda egasi mana bugun ustaroq bo'lyapti. Nima deysiz aka? Aka, ishlaringiz a'lo darajada. Sifat bitta chiroyli, o'zida videoda ham ko'rinib turgan bo'lsa kerakmi? Ketsa mana ma'lum bo'ladi. Biz hozirmiz. Like bas, obuna bo'lasiz. Albatta, komment, like. Bossin albatta. Patikani bosib qo'yinglar, jigarlar. A'lo darajada sizlarga rozi bo'linglar aka. Bergan qo'shnilarga salom. Albatta, pullar baraka tillayman. Mana bu yoqdan ko'rinishi. Xudo xolasa chotki kirishga yarashib, chotki chiqib qo'ydi. Bitta like bosib bizga bosib qo'yasizlar aka-ukalar. Mana shu holatda chiroyli qilib bitirib, qirg'alarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana aka-ukalar bu tomondan ko'rinishi. Bu yerda qumi chinos qumagan o'sha qizg'ish. Imkon qadar harakat qildim qora chiqarishga, lekin qora chiqmadi. Sement ko'pam qo'shdim, har narsa qilib ko'rdim, lekin qora chiqmadi. O'sha sal oqarishi shunaqa qolaverar ekan. Imkon qadar qo'ldan kelgancha holatda mana chiroyli qilib bitirdik. Pardozlar hamma yo'q qirma. Xohlagan fotoga probilani qo'sha javob beraveradi. Chigarlar ham bitgan, hamma yog'i polностью sementovoy. Ishga turib ishlarni qilib berdik. Bu yerga qancha sement ketdi? 6 tonna 700 sement ketdi. Umumiy hisobda ichi ham tashi ham o'sha 100 ga 100 mashg'ulotga kelguncha. Pardozi ham hamma narsasi. O'sha 6 tonna 750 kg ekan, 50 kg dashmiz. Shu bilan xudo xolasa mashg'ulotga kelib, chiroyli holatga kelib bitdi. 6 tonna 750 kg. Shu holatda bugun yakun bo'lyapti. Xudo xolasa uyga qaytiladi endi. Rahmat qo'yasizlar.